Shogird olasizmi deb rosa ko'p yozishadi. Keling, savol javob qilib ko'raman deyman-ku, kelmaydi. Savol javob qilib ko'raman degani u zo'r bilish shart emas. Zo'r bilsa unga ustoz kerak emas. Umuman, fundamental bilimlar bor-ku, oddiy elementar savollar, elementar narsani bilmasa, murakkab narsani bila olmaydi. O'sha narsani bilmoqchi bo'laman. Keyin qadriyatlarni qiziqaman. Qadriyatlarimiz mos keladimi? Masalan, faqat pul topish uchun shifokor bo'lgan odamga o'rgatadigan narsam yo'q men. Shifokorlik kasbini sevadimi, missiyasi nima, mana shularni bilib, keyin shogirdlikka olishni istayman, lekin keling savol javob qilamiz degandan keyin kelmay ketishadi. Xudodan so'rayapman, o'zimga mos shogirdlar bo'lsa, ularga o'rgatib, bitta maktab yaratsak, ginekolog, proktolog ayollar maktabi, u yerda qizg'anish bo'lmaydi, maksimal darajada shaffof bo'ladi. Vaqti kelib, men ham xatolarimni shogirdlarim topsa, demak men yaxshi ustoz bo'lgan bo'laman. Chunki men ham ustozlarning qaysi xatolarni yillar o'tib tushunganman-da, shuni noto'g'ri qilgan ekanlar deyman. Chunki u kishi ham o'sha bosqichda shuni tushunmagan, keyin yillar o'tib tushungan. Men ham yillar o'tib ustozimning qaysi xatolarini ko'rganimda xursand bo'lganmanki, demak ustozim yaxshi ustoz va men yaxshi shogird bo'lgan ekanman deb. Ayniqsa qarigan chog'imda nimagadir suyanmoqchi bo'lasiz-ku, shogirdlarimga suyanaman. Birga operatsiyalar qilsak, maslahatlashib, bitta klinikada ishlasak, bo'sh vaqti bo'lsa, u ham bir kun kelib bir oy yo'qolib ketsa bo'lmaydi. Ixlos bilan kelsa, mehnatni yaxshi ko'rsa, o'qishni yaxshi ko'rsa, qiziquvchan bo'lsa, ko'p savol beradigan odamlarni yaxshi ko'raman. Nimaga bo'lmaydi? Shunday shogird bo'lsaki, uyga borib kitob o'qishga meni majbur qilsam, to'xta ertaga buni olib uyalib qolmay deb kitob o'qisam, u ham menga ijobiy ta'sir qilgan bo'ladi, men ham unga xohlayman, istayman.